Barchamiz insonmiz, xato, kamchiliklardan xoli emasmiz. Lekin qachonki bizda o'zimizni isloh qilmagunimizcha Alloh bizning holatimizni o'zgartirmaydi. Ichimizdan xohlab sabablarini amalda qilishga kirishsak, Alloh taolo barcha narsalardan pok va behojat zot. Albatta xayrli yo'l ko'rsatadi. Mani ham hammamizda o'zimizga yarasha xato kamchiliklarimiz bor. Chunki inson o'zini aldolmaydi hech qachon. Hamma o'zini biladi. Yolg'iz holatda yoki nimalarda ko'p xato qilishini. O'zi xato qilish ayb emas, lekin uni davomiy qilib yurish gunohda. Odam ozgina bo'lsa ham o'zini, nafsini tarbiyalab turish kerak-da. Hozir agar 3 yil oldin qanaqa bo'lsa, o'sha gunoh ma'siyatlarni qilishda davom etayotgan bo'lsa, bu yaxshi emas-da. Fahsh ishlar qalbi qotiradi-da.